Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan tezkor avia, bugun Namangandan uchadigan reyslar bilan tanishtirib o'taman. Xo'p, bugungi tanishtiradigan reysim O'zbekiston havo yo'llari bo'ladi. Ungacha sizlar kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Keyingi videolar sizlar uchun manfaatli bo'ladi. Namangan Vnukovo yo'nalishi 17:40 da Namangandan uchadi, 20:20 ga Vnukovo vaqti bilan borib qo'nadi. Bagajlisi narxi 2.700.000, bez bagajning narxi 2.500.000 chiqadi. Namangan Sochi yo'nalishi 05:50 da Namangandan uchadi, 8:00 ga Sochi vaqti bilan borib qo'nadi. 3.200.000 bagajli, 3 million bez bagaj chiqadi. Xo'p, keyin Namangan Irkutsk yo'nalishi 3 vaqtda 6:45 da samolyot uchadi, 14:00 ga Irkutsk vaqti bilan borib qo'nadi. Bagajlisi narxi 3.100.000, bez bagajning narxi 2.900.000 chiqadi. Xo'p, Namangan Krasnoyarsk yo'nalishi 17:20 da Namangan vaqti bilan uchadi, 22:35 ga Krasnoyarsk vaqti bilan borib qo'nadi. Bagajlisi 3 million, bez bagaji 2.800.000 chiqadi. Xo'p, keyingisi Namangan Piter yo'nalishi 3 vaqtda 10:00 da samolyot uchadi, 13:25 ga Piter vaqti bilan borib qo'nadi. 3.400.000 bagajlisi, 3.200.000 bez bagaji chiqadi. Manzilimiz Farg'ona shahar Tojmahalning ro'parasida. Ekranda nomerlarga aloqaga chiqa olasizlar. WhatsApp, Telegram 24 soat onlayn ishlab turadi. Agar masofa uzoq bo'lsa, через Telegram, через WhatsApp pasport kopiya jo'natsalarning biletlarini rasmiylashtirib beraveramiz. Eng asosiysi 100% ishonchli va garantiyali biletlar bo'ladi.